Tez bo'shanish muammosi qanchalik dolzarb. Erkaklarimiz tez bo'shangan vaqtida ham baribir o'zini lazzatini oladi, lekin ayol kishi hech qachon lazzat ololmasligi mumkin. Oxirgi paytlarda bizga kelgan murojaatlarga qarab, bir ayol kishi eridan tez bo'shanishdan shikoyat qilyapti va erimga qancha aytishimga qaramasdan u quloq solmayapti menga. O'zlaring tushuntiringlar, men raqamini beraman deb iltimos qilyapti. Shu yerda bir narsa, biz qanchalik tushuntirmaylik, erkaklarimiz bu narsani tushunmasligi mumkin. Ya'ni agar o'zi xohlab davolanishni istasa, albatta bu narsaga yechim bor. Lekin ayollarimiz tomonidan iltimos qilinishi bu juda ham achinarli holat. Yechimi bo'lmasa, hay biz buni yechimi yo'q desak, lekin yechimi bo'la turib murojaat qilmaslik keyinchalik oilani kelishmovchiligiga, hattoki ajrimlarga ham sabab bo'lib qolishi mumkin. Mana shu joyda erkaklarimizga tavsiya, agar sizda tez bo'shanish muammosi bo'ladigan bo'lsa, albatta buni yechimi bor. Mutaxassisga murojaat qilib bu muammoni bartaraf qiling.